şunçilik güzel Kim kalbidek yaşattık bunu Azabını sözleydi var köp Buldu dek kim geçip yoktu Geçmeymen Quyosh parlab yurgim soqar Men yo'limdan yanmayman Umidni uzmayman Sevgilladim kechmayman Quyosh parlab yurgim soqar Yaxshimsiz. Ha, Afgan. Siz shumi aka? Ha, men shu. Nima bo'lsin saqlab qilay. Azroq bo'lsin, ko'nglim turuq qilganmidan. Nima kuchlansa, boshqa tuslim buni sovg'atlanib keldim unda. Zaparninki. Ben sotray. Obdan nasra vakan emasmi? Ya bu oshxona ichiga kirmay ashu teshida turibla so'raydigan gapmi? Aka, men ko'chada oshxona bek jiqga shuni topolmay. Topolmay qoldim. Ishqisi yo'q. Aydadan boshlab kunda topadigan bo'lib ketsa. O'sha. Boş kal. Degende bir sıkraklaştılık yemem ki desem. Siz de yaş görmedi atmattınız. Mamam şundak degen. Sizi pek sevindim. Ayıklama işte bu zat kim o? Uzak gel. Ben düşündüreyim. Buyak mıyla aldan kaydık mı yaptım? Buyak mıyla keyin kaydık ki? Ayak ağzı kaydık mı yaptım? Bu şıkkılı kanda o. Biz ayrılıp ketken mi? Ayrılıp kütüp gelsin o. Siz toxtumay eskilik qilib, toxtumay küllab. Muşunuma küldüydek nerba bunun? Şıqılıb bu menen yaptım da ha. Çıktım evden. Ben çıktım da sen mi? Yürüt karana arsı kırağın kim o? Üçün saksırıp kara bunun gibi çoluğu. Hey, kim üçün şahsı kim? Boldu. Hey, boldu kanalına tecini vurup mop gelsin lan. İşkin alım yine muhabbimemiz. Çıkıştın lan boldu. Yiyeyim mi abi? Boldu. Hey acha. Voy menga kelgan so'raydigan gap bor deb ojo. Vay nima? So'zsizmi so'ranga bir achı demay odamni. Xafaman asal jiddiyleşib qolgan o'xshayman. Hey. Qiz bir şey ishlamda. Yo'q. Undan sen söylediğin isib oldimlar. Üstüne erskunjuma mı deb qo'ying. Bu qizchaq bizninki taklif modelimiz. Sizning nimangiz? Ben degan o'g'il Ha, Tunşe. bizning model, takliflik model. Unda da. Burun bir savdo qilgan ishlar bormi, Zaynab? Savdo qilganmi? Savdo qilganmi? Voy, yaxshi mana. Nima savdo qilgan? Men tuxum sotgan. Tuxum? Isil. Mana seningdek odamlar mushu savdoga eng mos keladi. Chunki mushu kichikingdan tatibla savdo eng ichilib ketgan bo'ladi. Rahmat aka, rahmat. O'g'il bola deganda pul yuna bo'lmasa bo'lmaydi. Shu qiz bola yaratmaydi. Shu aka, shuna men bu biror unagasini peshin tutaymi deb shu. Yaxshi yaptı. Mana do'konnimi ko'rdim. Bezilishi bo'lsin, tuzilishi bo'lsin, o'rni bo'lsin. Ajoyib yaxshi. Payzika oshxona, payzika. Bezishim payzika. Soat shunday yaxshi bo'layotgan oshxonani nima ishga o'tkazatmoqchi bo'lib qoldingiz? Endi fikrim bu bunda gap. Bu oshxonani asli men o'g'limga ichib bergan.
Lekin men yaqindan yog'i opamning toza salomatligi yaxshi emas. Doktorxonaga ko'rsatsam, xili ig'ir chatoq chiqdi. Shunga o'sha do'konni vaqtida o'tkazib deb opamni darhol davolatmasam bo'lmaydi. Nurg'un pul ketadi. O'g'limizning fikri chiqib qolmas. O'g'limningmi? Voy, ya, xotirjam bo'la. O'g'lim bag'o, momasiga shunchalik amroq. Momasi uchun har qanday bedel to'lashga rozi u. Sen ondan qattiq g'am qilma. Voy, telefon keldi. Bilmaga. Opamga. Hey, apa? Ha. Voy, apa. Bo'ldi. Men tushdi boraman, Aminani ilib tushdi boraman, apa. Juma? Ha. Siz eng yaxshi ko'radigan tamoqni buyurtib qo'ydim, etyapti-da. Tamoq pishsila, ilib, Aminani ilib tushdi boraman. Billa tamoq yeb, anadikin bugun havomi nihoyat yaxshi-ga, apa. Tushdan keyin sizni bunda sayohat qildirib kelay, Juma. Ha. Obdan bir sayohat qildirib kelay. Voy, yo'q, apa. Ishim aldirash bo'lsa-mu, sizning salomatligingiz men uchun bek muhim. Siz bo'lmasangiz bo'lmaydi, apa menga. Ha, bir kun bo'lsa-mu sizning xo'shalligingiz uchun xizmat qila olsam, men o'zimni cheksiz baxtli his qilaman, apa. Siz uchun butun borlig'imdan kechaman, apa. Voyjaq gap qo'ydim, apa. Tushdi ko'rishaylik, ha? Men yana 20 minutda bir telefon qilib turman sizga. Ma'qul, apa. Ko'rishaylik. Voy, uka. Voy, bir ish bo'ldimi? Yo'q aka. Voy, ko'nglim yurmay qoldi-ku. Opangizga bek ko'yin ekansiz aka. Bek ko'yin ekansiz. Men kichikimda otansiz cho'g'gan. Shundami? Shu otansiz bolaga bek havas qilaman. Rahmat, ukam, rahmat. Yana kelib o'sha otansiga ko'yinganlarga hurmatim bek cho'nqir aka meni. Rahmat, ukam. Mana qilaylik aka, bo'ldi. Men ko'rdim, anladim. Opangizga ko'yin ekansiz. Boshqalar bo'lgan bo'lsa, ishonchlikmi deb gumon qildim. Bo'ldi. Degan bahoyingiz qilib shashqan o'tkazib olay. Hey, pat keptiramda. Keldi. Men e'lonlar bo'lsa kelib qatnashib ketdim. Pul ne to'laymiz? Pul. Tushuntamsiz? Ha? Men bizning tunishtiruvchi ishchidagi boshqalar bilan so'zlashayotgan, andan chiqib sizga bizning darslik turlarini bir aqor tushuntirib qo'ysin. Voy, tushundirmisizmi bo'ladi? Voy, tizimlar bor, aylanay. Voy, yo'q, men bizning darslik turlarimizni bir aqor tushunmasangiz bo'lmaydi. Voy, tizimlab bo'lgandan keyin tushunsanmi bo'la? Nima bo'ldi? Bizning tunishtiruvchining gapini anglamay, tizimlatmaydigan odamni tuncha qitim ko'rishim. Hamda qarsam shirkatlar cho'nka, mulozimatinglar yaxshi-ga, modellaringlar chiroyli-ga. Bo'ladi? Hozir tizimlataman. Ha. Tizimlatasiz. Qulman tizimlab qo'y. Ay. Amsi ismingiz bilan telefon nomeringizni deb beramsiz. Mushuni qarablam tizimlaga. Ma'qul. Voy, siz mendan kichikkansiz. Voy, abay, ocha desam, qopib ketyapmabsiz. Voy, bir yosh kichik ishdan bo'lmaydi. Ha, bu bak muhim emas-da. Tezroq tizimlaga, tezroq. Ma'qul. Mushu pulni ne to'layman? Pulni oldirmang. Biz nima tunishtiruvchi chiqib, bizning darsliklarni bir aqor tushuntirib bo'lgandan keyin tarafda bizning moliya ishxonasi bor, shu yerga kirib pul to'lasangiz bo'ldi. Pul beray desam olmaydigan bir qiz bo'l ekansiz. Kim o mayra-degan? Mahira emas, moliya. Unda mashak chiqay. Qayt keling. Men bizning tunishtiruvchidan chiqqandan keyin andan kiralaysiz uning ichiga. Voy, bir kirib pulni bermasam bo'lgan shu.
Ay, siz de qaysi turga qatnaysiz, uni demagan tursangiz bizga. To'g'ri. Ha, Manda ish o'tirasiz. ba. Ben seni bir yan dükkanı köygülü geliyordu da to'xtamdan kelmabdimi emasmi? Yo'q, bo'laverdi sizga ishini. Xotirsam topshirib buni to'lsam bo'ladi. Yaş ballar ya. Oldiramam geliyordu da. Babdovka, pulni bugun topshirsam, to'xtamni adila tuzib o'taylik. Chunki men dükkanı köygülü yana yilg'icha yana bir xayrida kelib qilishi mumkin. Qanday? Mayli. O'g'lim mayli aka, lekin hujjat olsam yezib berasiz, a? Hujjat? Ya ukam. Bu oshxona bir yoqqa ketmaydi. Eğer kelsam ben mishada bor emasmisan saqlab o'tirma. Onun ustiga naq bilan keldingmi yoki undidardan atamsa? Undidarda. Ha, telefonda bo'ldi ish bo'lgan ekan. Anida isbot qilib qoladi emasmi? To'g'ri. Shu xotirjam bo'l. To'g'ri. Qo'shanda. Qo'shib bo'la. Siz bek yaxshi jimo nimil degan bilan. Ikkisini siz urib qo'g'lib etmagan bo'lsangiz, men uni qo'g'lib etmagan bo'lsangiz, o'rnimdan turolmay qoldim. Sizni-chi qizlar bilan bosh arilishing desam unamaysiz. Mana bu shu holingiz. Rost siz bek yaxshi. Hay, menimcha qaramabdi ba'zir. Siz nima keldingiz? Qarang. Mushuklargimi-chu, adamniki ichi og'rib qoldi ekan, ha. Shu qarsam yolg'iz yetibsiz bir do'stingizmi yo'qlab kelmabdi. Shu ichim og'rib keldim shu. Nim demoqchisiz? Mushuk o'xshatamsiz? Voy, chaqchaqib qo'ydim. Qo'sqingiz to'yg'andi? Rahmat. Unda bo'lsa hozircha yaxshi yetib uxlab aram evining birdamga uxlayolmay qolasiz-chimi? Bu qanday gap bu? Oy. Oy. Yaxshimisiz? Bu yoq bizdan tunishtiruvchi, sizga men bizning darslik turlarimizni biroq qurib tushuntirib qo'ysin. Mana chashni bir nima qilib, bir nima qildigan baqo, ashuni o'ynay degandim. Nima? Bu yoq bizning chash asrash sinfimizga tizimlatmoqchi ekan. Ha, qarshi olamiz. Bizning sinflarimiz odatda fasllik, yarım yillik deb ayrıydı. Siz qaysi sinf tizimlatmoqchi? Shu modullar qaysidan bekerek chiqib keladi. Yo'q, men demoqchi o'g'lim, qaysi men mas keldi demoqchi. Siz nima sababdan bu dars qatnashishni o'ylab qoldingiz? Bo'lmadi. Mening bir do'stim bor edi, Tazu. Oshdan chichini chiqarib etgashli birimlarni qiliblar bir kesib ko'p qilay deb. Ha, tushundim. Unda bo'lsa, hozir boshlamdoq. Yo'q, hozir boshlamaymiz. Boshlaganda sizga xabar qilamiz. Amsa men sizni tarmoq shirkatdagi fasllik sinfga o'rlashtirib qo'yay. O tarmoq shirkat u bo'lmaydi. Men uyshada o'qiyman emasman. Lekin darsni tarmoq shirkatda o'tamiz. Unda bo'lmaydi, men uyshada o'qiyman. Bu yerda o'qisozmi bo'ldi? Amsa siz chash o'stirishni o'rganamsiz, chash asrashni o'rganamsiz yoki chash maylashni o'rganamsiz? Qaysi kasbni o'rganasiz? Bu ne? Bilmadim, qarang. Manda Aldırmay, ciddileşmeysizler. Bakın. Men modullarni men tuniydigan, mushlarni tunishtiray degan. Bo'ldi, qaysisini o'qisa bo'laverdi. Udaveranda? Unda bo'lsa tizimlasak da guvohnoma berilg'asda. Albatta beramiz. O'qish bitirish guvohnomasi beramiz. O'lgan. Unda bo'lsa shu fasllik degan tizim. Bo'ldi, ma'qul. Amsi men bilan yuring. Mana bitta keldi. Unda qo'ysa ukam, men seni saqlab turay. Sen kelgan zaman to'xtamni tuzib o'taylik. Bo'lamda. Bo'ldi aka, bo'ldi. Unda men aytib vaqtida kelay. Bo'ldi, vaqtida kelgan sen misha saqlab tur. Ma'qul. Andin aka, opamizning
Tini salamet bolsun. Rahmat. Rahmat mağdım aka. Mani Bo'ldi. Bu sizga qalsin aka. apamga Apangizga foyda qilsin ma. rahmat. Ma'qul. Oshqoshqanim yana bo'ldi-da. Ayt to'xtamni tuzilasak. Barak bir telefon qilib qo'shqash. Bitsa qaydimi so'rab aqaychi. Vay. Hey, Mubarak, yaxshimisiz? Yaxshimisiz? Putungiz qanday bo'lib qoldi? Putum xeyli yaxshi, shu ishig'i yonmaydi, ha, teshig'im chiqolmayaptimi? Hopla, hammani qilganman. Sirtqa chiqarmagan bo'lsangiz, lozimliq narsalar bo'lsa, men olib beray. Ha, yo'q bo'ldi, sizni ovar qilmay bo'ldi, rahmat. Ishqisi yo'q. Nima lozim bo'lsa davering juma, men olib beraman. Sizni ovar qilamanmi, ha? Voy, avori bo'lmayman, dana. Amso, men putumga sal qiyliroq paypaqdan, ondan atugin saqib qaz teshig'i chiqadiganqa, tex ishig yonmi deydi-ha, shu asraq nomer cho'nroq oyoqdan. Ondan uyda yeydigan narsalarni tugab qolgandi, yeydigan narsalardan aka bera olasizmi? Bo'ladi, chatoq yo'q. Ma'qul undas men yilg'icha olib beray, ha? Ma'qul, ovar qildim sizni, ya? Yo'q. Ma'qul. Ma'qul.